Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi professor doktor Erkin Ahmet, Türkiye parlamenti kishilik huquqni kuzatish komitetining raisi Daryo Yanık xonim ve Türkiye'de yeniden kurulan Kutlu Partiyasının muavin reisi Dr. Hüseyin Avcı bilen görüşüp, Uyghur irqi qirg'inchiligi ve Xitayning Sharq Turkistonda ilib berayotgan qirg'inchilik siyosati haqida suhbat ilib borgan. Professor Dr. Erkin Ahmet efendim 14 oktyabr günü Türkiye parlamenti kishilik huquqni kuzatish komitetining raisi Daryo Yanık xonim bilen görüşüp, Türkiye'deki bir qism Xitayning tashviqotini qildigan parallel kuchlarning Xitayning ta'tir tashviqotini kuchaytirayotganligini, ularning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yo'q, xalq rohat parag'at ichida yashayotidi deganlarini tashviq qilayotganligini o'ttirib qo'yib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining hilmi ham davom qilayotganligini, buning yolg'on ekanligini va bularning Xitoyning ta'tir tashviqot ekanligini bildirib, Dunyo Uyg'ur qurultiyining sobiq raisi Dolqin Aysa apandining Xitoyning zulmiga qarshi kurashlarim va atoqliq yozuvchi Farhod Tursunning Tarkocha degan kitobining turkcha nusxalarini taqdim qilgan. Professor Dr. Erkin Ahmet'ning bildirishicha, u yana 15 oktyabr Türkiye'de yeniden kurulan Kutlu Partiyasının muavin reisi Dr. Hüseyin Avcı ve onun başçılıqidagi bir heyet bilan uchrashuv ilib berib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Xitoyning Sharq Turkistonda ilib berayotgan qirg'inchilik siyosati haqida suhbat ilib borgan. Uning bildirishicha, mazkur partiyaning muavin reisi Dr. Hüseyin Avcı Erkin Ahmet'dan o'zlarining Sharq Turkiston davosini Türkiye'de kun tartibga akilish ve Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtatish uchun nimalarni qilib bera olamiz degan savollarni so'rgan bo'lib, Erkin Ahmet bu hay'atga Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chetishlik bo'lgan Uyg'ur majburiy emgaki mahsulotlarini Turkiya bozorida cheklashning muhimligini ta'kidlab, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Amerika va Yevropa davlatlari e'tirof qilgan bo'lsa-mu, Turkiyaning texicha parlamentida kun tartibga kelmaganligini va Turkiyaning bu masalada Turk dunyosiga boshlamchi bo'lish kerakligini ta'kidlab o'tgan. Suhbat oxirida Erkin Ahmet bu hay'atga Dolqin Aysa apandining Xitoyning zulmiga qarshi kurashlarim va Farhod Tursunning Tarkocha degan kitobining turkcha nusxalarini taqdim qilgan. Germaniya tashqi ishlar ministri Johann Vadifol Xitoyni xalqaro qoidalarga buzg'unchilik qildi deb ayblagan. Germaniya tashqi ishlar ministri Johann Vadifol Xitoyni qo'shni davlatlarga qaratgan tajovuzchilik siyosati va Rossiyaning tajovuzchiligini qo'llashi bilan ayblab, Xitoy xalqaro tartiblarni buzyotidi va Xitoy Rossiya bilan birlashib xalqaro tartibni qayta qurmoqchi bo'lyotidi degan. Germaniya vaqt kezdi bu haqda Johann Vadifolning yana Xitoyning Yaponiya atrofidagi dengiz tavalligidagi g'oyat zo'r kuchayishi va uning Tayvan bo'g'izidagi kuchli harbiy qiyofati Hindi Tinch okeanlarning bexatarligiga tahdid elib kelib qolmay, butkul xalqaro qoidalarni asos qilgan tartibni buzadi degan o'ttirib qo'yganligini, Xitoyning Osiyodagi harbiy va iqtisodiy jihatdagi kuchidan foydalanib, qo'shinlarga qarta tag'im qo'pollik bilan harakat qilayotganligini ta'kidlab, Xitoy Janubiy dengizdagi cho'ng rayonlarni o'zining qilib olish uchun harakat qilyotdi. Ammo bu rayonlarni Vietnam, Malayziya, Filippin qatorliq davlatlar talab qiladi. Xitoy yana Tayvanni o'zining zamini deb qaraydi hamda ko'p qatim tajovuzchilik bilan tahdid solgan deb yozgan. Mazkur gazetning bildirishicha, Vadifol Xitoyning Rossiyaning tajovuzchilik urushini qo'llaganligini tanqid qilgan bo'lib, amaliyotda Xitoy dunyoning ko'p taraflamilik va ko'p qutbligini qo'g'daydigan hikoyasini dunyoning har qaysi joylariga tarqatyotdi. Ammo Xitoy hukumatı Chaushyanning jazodan qochish va Janubiy dengizdagi xalqaro dengiz qonuniga sal qarshiga yo'l qo'ymoqda. Buningdan boshqa, Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qarshi urushni qo'llayotdi va o'zining zo'migarlik orzusini oshkorlayotdi. Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishi Yevropaning tinchlik tartibiga emas, Hindi Tinch okeanlarining bexatarlik qurilmasiga ta'sir ko'rsatdi. Oxirgi hisobda Rossiya bir urush mashinasi Ukrainaga qartilgan tajovuzchilik urushini Chaushyan askarlari va qo'rollari shundaqla Xitoyning muhim qo'llashidan ayirib qarg'ili bo'lmaydi degan. Xitoy hukumatı Uyg'ur xalqining tarixiy madaniyat meroslarini vayron qilib, irqiy qirg'inchilik elib berish bilan birga Uyg'ur xalqining milliy meroslarini bulang-talang qilmoqda.
Xitoy hukumatining madaniyatni siyos qilib qisilish siyosati bo'yicha atalmish Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonluq madaniyat va sayohat nazoratiga qarashli bir organ Uyg'urlarning eng muhim an'anaviy taomi lag'man etish hunar san'atiga Joujun ismli bir Xitoyni rasmiy voris qilib e'lon qilgan. 10 ayning 1-kuni Xitoy qurilganligining 76 yilligini tabriklash va atalmish Junxo milliy o'rtaq gavdasi ingini mustahkamlash shuari ostida o'tkazilgan bu tashviqot faoliyatining maqsadi Uyg'ur madaniyatini, milliy meroslarni Uyg'ur kimligidan ayirish va yemak-ichmak madaniyatini Xitoyning millatlarini birlashtirish qurilmasiga kirgizishga urinishi deb qaralmoqda. Xitoyning tashviqot taratqusi Tangirtaq torining xabariga asoslanganda 2025-yillik 90 langmani mazzilik taomlari madaniyat sayohat faoliyatida 90lik Joujun atalmish avtonom rayon darajalik lag'man etish hunar san'ati voris qilib e'lon qilingan. Bu haqda muhojiratdagi siyosiy faoliyatchilar azaldan yolg'on aytish va o'ziga tava bo'lmagan narsalarni sapsati to'qib, yolg'on tarix yozib, o'zining qilib olishga moyirlik bilan dong chiqargan Xitoy tajovuzchilari bugungi kunda saxta avtonomiya bilan mustamlik qilib olgan vatanimizda o'zining qilib olmagan hech bir narsasi qolmadi. Bu qilmishlar albatta Xitoydek bir ishg'oliyatchi, zomigar hokimiyatning haqiqiy abdi bashirsini oshkorlab berdi deyishgan. Xitoyning amaliyotda Uyg'ur bo'lmagan bir shaxsni Uyg'urlarning an'anaviy tamoqlaridan biri bo'lgan lag'man voris qilib bekitishi, lag'manni Uyg'urlarning madaniyat merosi bilan munosabatsiz qilishga urinishi bo'lib, bu Xitoyning atalmish Junxo millati o'rtaq gavdasi nomi ostida Uyg'urlarning yemak-ichmak madaniyatini va uning milliy kimlik qiymatini yo'qotish siyosatining bir qismidir. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.